Bu kichik ochilib yopiladigan o'yinchoq aslida yerda yuruvchi bokschi tashbaqaga o'xshaydi. Ular pantsinerini to'liq yopib, hech qanday bo'shliq qoldirmasdan o'zini himoya qila oladi. Qo'l, oyoq va boshini cho'zilib chiqishi esa g'alati ko'rinsa-da, bu ularning tabiiy himoya usuli. Bokschi tashbaqalarning turlari ko'p. Ularning pansiri va pastki qismi qattiq bog'lanib turadi. Shuning uchun pastki qismi qayrilib, tashbaqalar to'liq ichiga kirib olishi mumkin. Lekin dengiz tashbaqalarida bu imkoniyat yo'q. Ular himoya uchun pansirlariga kira olmaydilar, chunki ularning qo'l oyoqlari suvda tez suzish uchun moslashgan uzun kaltaklardir. Qizig'i shundaki, ayrim tashbaqalarning bo'yin suvagi S shaklida bo'ladi. Bu avval himoya uchun emas, hujum uchun yaratilgan. U xuddi prujinadek ishlaydi. Boshni chaqqon chiqarib, qurbaqaga zarba beradi. Bu ko'pgina go'shxo'r tashbaqalarning asosiy hujum usulidir. Endi savol, siz qanday turdagi tashbaqalarni qiziqarliroq deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.